Assalomu alaykum do'stlar. Minecraft'im bug bo'lib qoldi. Do'stlar, qaranglar, Minecraft bug bo'lib qo'ygan Minecraft. Hech bola yo'q, mana ko'ringlar-da, mana. Qanday sigana? Bular qilyapti. Uchlay turadi o'g'il. Butun dunyo shunday yashil bug bo'lib qoldi dunyo. Mana ko'rlaymi? Iloji bo'lgan. Hamma yoq bug bo'lib qoldi. Qiziq narsa aytaymi? Mana uni suv yo'q. Lava ko'rinmaydi. Toshmi uni? Tosh ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Shambu, redstone shambu. Redstone sham. Mana. Uni yerdagi narsa bedrock. Qanday bug bo'lishi mumkin? Mana chipuni bug yana. Buni bloklar bug, eshik normalmi-yu, nima bunaqa suvlar chiqibdi. What? Bitta o'chirib bitta bug yo'q. Bet normalda qilib ishlangan. Mashta bug bo'lgan. Qiziq modlar qanaqa bug bo'ldi ekan? Tak. Hammasi joyida. Qoch ukang kelyapti, qoch. It. Ey. O'zinikiga qo'yding-a? Do'stlar, ba'zi dodasi. What is suv ichib buniki? Suvni ko'rmayapman valla. Valla kulgim qisayapti. Do'stlar, endi shu bayda o'ynab ko'ramiz. Mayli bo'pti do'stlar, yaqinda shu video bo'yicha, shu Minecraft bo'yicha yangi video chiqadi. Qanaqa video desalaring, u bizning videomiz. Yog'och qilishda 0 dan boshlab Endragonni o'ldiraman. Unga chulbuga ruxsatu. Endragonga borganda yog'och qilishda o'ldirishim kerak. 5 ta diamond ishlatish, shosha bo'linglar. Xullas shunaqa, bu qismlar bo'linib ketadi. Agar shu videoni kutib kela bo'lsa, like bosib qo'ysin. Yaqinda chiqadi. Geflex obuna qo'ying.